Assalomu alaykum hammaga. Bugungi mavzumiz ekosistemalar, biosfera. Ekosistema nima? O'zaro munosabatda bo'lgan har xil turga mansub organizmlar, ular yashaydigan muhit omillari yig'indisi. Quyida demak ushbu ekosistemalarga mansub suratlar bilan tanishib chiqamiz. Demak, hovuz, ko'l, o'rmon va chiriyotgan to'nka. Ularni hammasi ham demak ekosistemaga misol bo'ladi. Ekosistema tabiiy va sun'iyga bo'linadi. Ikki xil ko'rinishi bor ekan. Tabiiy deyilganda bevosita tabiat bilan bog'liq holda demak rivojlangan sistemalar hisoblanadi. Sun'iyda esa inson omili bilan bog'liq bo'lgan holda rivojlangan sistemalar hisoblanadi. Tabiiyga biz o'rmon, cho'l va daryolarni misol keltirib o'tishimiz mumkin. Sun'iyga bog'lar va xiyobonlarni. Ekosistemalar muhit sharoitlari biotop va tirik organizmlar biosinozdan tarkib topgan. Biotop bu tirik organizmlar yashash joyi va muhit omillari yig'indisi hisoblanadi. Biotopning notirik qismlariga demak ekotop kiradi. Ekotopning o'zi ham ikkita qismga bo'linyapti: klimatop va edafatop. Keling, ekotopning klimatop qismi bilan tanishib o'tamiz. Ushbu rasmlarda demak ifodalangan. Demak, klimatopning birinchi tarkibiy qismi yorug'lik, ikkinchisi harorat, uchinchisi namlik va to'rtinchisi havo. Edafatop esa bu tuproq. Biosinoz tirik organizmlar yig'indisi. Nimalar kirar ekan tirik organizmlar yig'indisiga? Demak, fitosinoz o'simliklar, zootsinoz hayvonlar, mikotsinoz zamburug'lar, mikrobiotinoz esa demak kichik mayda organizmlar, o'sha demak mikroblar kiradi. Biosinozning tarkibiy qismlari. Biosinozning tarkibiy qismlariga produsentlar, konsumentlar va redusentlarni kiritib o'tishimiz mumkin. Produsentlar qanday organizmlar? Asosan yashil o'simliklar, fotosintezlovchi va xemosintezlovchi bakteriyalar hisoblanadi. Ushbu rasmlar bilan tanishib o'tishingiz mumkin. Demak, produsent asosan yashil o'simlik, fotosintezlovchi va xemosintezlovchilardan tarkib topgan ekan. Demak, ular tabiatda anorganik moddalardan organik moddalarni sintezlovchilar hisoblanadi. Endi keyingi tarkibiy qismimiz bu konsumentlar. Konsumentlar esa barcha hayvonlar va parazit o'simliklarni o'z ichiga oladi. Konsumentlar asosan gidrotrof organizmlar hisoblanadi va ular tayyor demak organik moddalardan foydalanishadi. Ushbu rasmlarda mana qarang, bir qancha hayvonlar va o'sha parazit o'simlikka demak rafleziya gulini misol qilib keltirib o'tganmiz. Redusentlar saprofit va parazit bakteriyalardan tashkil topgan bo'lib, asosan yuqoridagi o'sha demak produsentlar, konsumentlar hayotini tugallagandan keyin mana shu organizmlar tomonidan demak parchalanib yuborishda ishtirok etishadi. Keyingi tushunchamiz bu oziq zanjiri. Oziq zanjiri nima ekan? Bir oziq manbaidan ikkinchi bo'g'inga moddalar va energiya o'tadigan organizmlarning tizimli ketma-ketligi bo'lib, bir necha bo'g'indan iborat bo'ladi. Yana organizmlar bir xil oziq bilan oziqlanmas ekan, turli xil oziq manbalaridan foydalanish hisobiga zanjirlar bir-biri bilan chalkashib, oziq zanjiridan iborat oziq turini hosil qiladi. Ushbu yerda demak sizga ikki xil rasm ko'rsatilgan. Birinchisi oziq zanjiri bo'layapti, ya'ni bir oziq manbaidan ikkinchi bo'g'inga modda va energiya o'tyapti hamda organizmlar ketma-ketligi hosil bo'lyapti va bo'g'inlar hosil bo'lyapti. Demak, oziq to'rida qaraydigan bo'lsangiz, bu yerda demak misol uchun o'simlik bilan faqat bir xil, mana bu qurt yoki kapalak yo olmahor yo qush oziqlanmayapti. Bir qancha, ya'ni bir xil oziq bilan oziqlanmay, turli xil oziq manbalaridan ham foydalanish mumkin deyish mumkin. Masalan, bitta o'simlik bilan 4 xil organizm oziqlanayotgan bo'lsa, aynan mana shu misol uchun qurt bilan
ham chumchuq oziqlanyapti, ham baqa oziqlanyapti. Baqa bilan o'zi masalan ilon, yana burgut oziqlanyapti yoki bo'lmasa qushni ilon iste'mol qilyapti yoki tulki iste'mol qilyapti. Mana shunday, demak, turli xil oziq manbalaridan foydalanish hisobiga zanjirlar bir-biri bilan chalkashib, oziq zanjirdan iborat oziq to'rini hosil qilyapti. Ikkinchi rasmimizda demak zanjirdan endi to'rga o'tyapti. Demak, bu yerda oziq to'rini ko'rishimiz mumkin. Trofik darajalar. Trofik darajalar oziq zanjirda turlarning joylashgan o'rniga qarab trofik darajalarini belgilaydi. Demak, joylashgan o'rni bilan bog'liq ekan. Trofik darajalarning soni oziq bo'g'inlar soniga teng. Misol uchun mana bu oziq demak to'ri sxemasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, mana bu yerdagi meva birinchi tropik darajani, demak pashsha esa ikkinchi tropik darajani, mana bu qush esa uchinchi tropik darajani va burgut to'rtinchi tropik darajani egallaydi. Mana bu oxirgi jumlaga e'tibor qiladigan bo'lsangiz, tropik darajalar soni oziq bo'g'inlar soniga teng. Ya'ni 1, 2, 3, 4. Mana shu mevadan boshlanib burgut bilan tugaydigan oziq to'rida aynan 4 ta organizm ko'rsatilgan va 4 xil trofik darajani tashkil etmoqda. Biosfera yerning tirik organizmlar tarqalgan qobig'i, tarkibi va modda energiya almashinuvi undagi tirik organizmlarning faoliyati bilan bog'liq. Biosferani 3 ta tarkibiy qismi bor ekan, demak atmosfera asosiy, gidrosfera hamda litosfera. Keling, atmosfera bilan tanishib chiqamiz. Atmosfera asosan gazsimon qobiq, asosan azot va kislorod boshqa gazlar aralashmasidan iborat. Biosferaning yuqori chegarasi atmosferani ozon qatlamida, demak biosferaning yuqori chegarasi atmosferani ozon qatlamida joylashgan ekan. Xo'p, hayot asosan atmosferaning quyi qatlamida, ya'ni troposferada mavjud bo'ladi. Endi keyingi demak biosferaning tarkibiy qismi bu gidrosfera hisoblanadi. Yerning suvli qobig'i, okean, dengiz, ko'l, muzliklar, daryolar misol keltirishimiz mumkin. Demak asosan gidrosferani hamma qatlamlarida hayot mavjud. Asosiy vazifasi bu demak asosan o'sha yerdagi suvning aylanishi va namlikni saqlanishida ham katta ahamiyatga ega. Litosfera yerning qattiq qobig'i hisoblanadi. Demak, tirik organizmlarning ko'pchiligi litosferaning yuqori qatlamida joylashadi. Tirik organizmlarning tarqalishini cheklovchi omillar yorug'likning kamligi, ya'ni aynan o'sha demak yerning chuqur qatlamlari bo'yicha nazorat etilyapti. Harorat va zichlikning kattaligi bu demak tirik organizmning tarqalishini cheklovchi omil hisoblanadi. Litosferaning yuqori qatlamida tuproq hosil bo'lib, tirik organizmlar tuproqda yashaydi. Aynan demak tirik organizm yashaydigan qismi o'sha demak biz biladigan tuproq, ya'ni litosferaning yuqori qismida. Nisbatan qancha litosferada chuqur, mana pastga qarab boradigan bo'lsak, hayotning yashashning qiyinlashishini kuzatishimiz mumkin. Mana yorug'lik kam ekan va harorat va zichlik kattaligi hisobidan tirik organizmlar borgan sari chuqurlik sari yashashga qiynaladi va son jihatdan ham kamayib boradi. Bugungi mavzumiz qisqacha mana shundan iborat edi. Hammangizga rahmat. Sog' salomat bo'linglar.